27 yoshga kirgan bo'lsam, odamlarning gap so'ziga o'la atigi 3 soat protez taqqanman. To'yim kuni ayolimni uydan olib chiqib ketgunga qadar protezda borib, как будто qo'li bor insonlardagi kirib borib, ayolimni olib chiqib ketganman. Turmush o'rtog'imni ko'pchilikning oldida yuzini yerga qaratmaslik uchun, xijolatga qo'ymaslik uchun, как будто sog'lom insonga turmushga chiqyapman degan ma'noda protez olib keltirib taqqanman. Nogironlik bizning avlodimizda bo'lmagan, qarindosh bo'lib ham ota-onam uylanishmagan. Oilada 3 qiz, 1 o'g'ilman. Opam bor, ikkinchi farzandman, 2 ta singlim bor. Hammamizda kamchilik yo'q. Bitta menda oilada. Tug'may shunaqa tug'ilganman. Alhamdulillah, hech kimdan kam yerim yo'q. Shu holatimda ham hamma ish qila olaman. 2 ta farzandim bor. Katta qizim ba'zida qo'limga qaraydi, o'zini qo'liga qarab turib, "Dede, seni qo'ling nimaga bunaqa?" deydi. Men aytaman, "Alloh mana shunaqa bergan. Ota-onani atganini qilsan, seniki ham kam bo'lmaydi" deb aytaman. Farzandlarim ham juda mehribon, bir kun ko'rmasa kasal bo'lib qoladigan darajada. Xudoga shukr, ayolim ham soppa sog'lom va juda qattiq yaxshi ko'radi. Shu holatimda ham meni tushunadi.